Apga sochim dum to'kilib turibdi. Menga chiqanlarim shuning vitaminlarini tavsiya etadilar. Shampunning ichine solsang rezultat ko'rasan deb. Rostdan ko'ramanmi? Agarda siz ham shampuningizga turli xil vitaminlar solib, soch to'kilishini oldini olaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yanglishasiz. Soch to'kilishi bu butun organizmning muammosi, nafaqat terining. Sochlaringiz to'kilyaptimi? Siz birinchi navbatda o'zingizga savol bering. Qonim kam emasmi? Gemoglobinim qay darajada? Oxirgi marta gemoglobiningizni qachon tekshirtirgansiz va u qay darajada edi? Ikkinchi navbatda esa yod yetishmovchiligi. Biz yod yetishmovchiligi zonasida yashaymiz. Ya'ni bizning yurtimizda yod umuman yo'q desak ham bo'ladi. Yod yetishmovchiligi esa o'z navbatida qalqonsimon bezda muammolar keltirib chiqaradi. Qalqonsimon bez muammolari esa soch to'kilishiga olib keladi. Shu o'rinda xalqimizda bir savol tug'iladi. Yod preparatlarini ichish hammaga mumkinmi degan. Ha, mumkin. Ayrim holatlardagina istisno tariqasida mumkin emas. Ya'ni triatoksikoz, zaharli, tugunli bo'qoq holatlaridagina ichish mumkin emas. Siz oddiygina qon tahlili orqali TTG gormoniga analiz topshirish orqali yod preparati sizga mumkinmi, yo'q ekanligini bilib olishingiz mumkin. Ana endi 3-navbatda soch to'kilishining asosiy sabablaridan biri bu organizmda D3 vitaminining yetishmasligidir. Siz istasangiz qon tahlili orqali organizmingizdagi D3 miqdorini bilib olishingiz yoki hech qanday tahlillarsiz ham D3 vitaminini profilaktik dozada qabul qilishingiz mumkin. Shampuningizga turli xil vitaminlarni solib ovora bo'lib yurmasdan o'z organizmingizdan so'rang, unga qaysi vitaminlar yetishmayotgan ekan.